Bizda natijani ko'rmay turib bir narsani tavsiya qilish yo'q. Ortimizdagi oila vakili Malikaxon aya jigar sirrozining ikkinchi bosqichi sabab og'irlashgan paytda hatto yaqinlarini ham tanimay qoldim. Shifoxonada derazadan o'zimni tashlamoqchi bo'libman-u, buni sheriklarim payqab qolishgan. Men hatto o'sha vaziyatni ham eslay olmayman dedi intervyu davomida bizga. Umidni uzib, iymonni uyutib qo'yganda ular. Na uyoq bilan, na bu yoq bilan. O'zim bilmayman. O'zim bilmayman. O'zingizni ham bilmay qo'ygansizmi? Tanimay. Ovqat beraymish, jiyimishman. Lekin hech qaysini tanimaganman. Kolxozda qancha o'g'indir. Ular ham bari shu deb bilgan. O'zim ukamlarni ham tanimaganman. Gepamergacha to'shakka mixlanib qolgan onaxon bizni o'zi kutib oldi. U oyoqqa turgan, kelgan u ko'rgan hamma ichidan bir fikrni o'tkazardi o'shanda. Nahotki yaqinimizning so'nggi kunlari bo'lsa, bu oila a'zolarining ko'ziga hech narsa ko'rinmas, bepayon kengliklar ham ignaning teshigiday tor va siqiq edi. 6 oy oldingi holati bilan hozirgi holat juda boshqacha. Men telefonimda rasmlar bor edi, hozir topib bermayman-da, u juda. Toshkentga versallar ustiga rasmini jo'natdim. O'sha yoqdagi doktorlar tog'a sizni kasalligingiz juda jiddiy, birga olib kelganingiz bilan biz juda qammasligingiz mumkin. Juda ahvolni og'irlatib qo'yibsiz dedi. Keyin oylar bir yerda davolangandan keyin o'sha versallarga order bilan borishimiz kerak edi. Order ololmadikdan keyin xususiy balsa deyaptik. Bu yerda unday o'zgarishni sezmadik. O'sha qanday borgan bo'lsa, xuddi o'sha holatda olib chiqdik. Shifoxonadagi palatada eng og'ir bemor Malikaxon aya bo'lgan. Tanadagi qizil toshmalar esa kasallikning boshqa bir belgisi bo'lib chiqdi. Shifokorlar yaxshi qarashdi deydi onaxon, ammo dori-darmonlarning ta'siri vaqtinchalik bo'lavergan. Gepamerdan keyin esa muolajalarning foydasi hamon o'z kuchida turibdi. Bu oila boshining bizga aytgan fikrlari. Qorimda shish bor edi. Ko'zlarda sarg'ayish, ranglarda sarg'ayib ketishi, holsizlik, juda holsizlik ko'rdim. Toshkentda tekshirdik. Gepatit B chiqdi. Qonda virus miqdori 1480 ta chiqdi. Endi bu yoqda 10 kun davolandikda Telegramda topib, Gepamerdan mahsulot topib, doktorni dorilari bilan parallel ravishda ichishni boshladi. 2-oy ketyapti. O'sha dorilarni ichib, buni qilavergandan keyin turmush o'rtog'imda o'zgarish juda o'zgardi. Qorimdagi shishlar, ko'zdagi sariqlar, holsizlik, analar yo'qoldi. Mana yaqinda men yana laboratoriya anosiga aytdi, bir bolalarga tekshirtirdim. Qondagi qon miqdori, virus miqdori 800 taga tushdi. 1480 tadan 800 taga tushdi. Tabiiy mahsulot, har xil giyohlardan tayyorlangan. O'sha bitta birinchi mahsulotni olgandan keyin o'zi buyog'i ozayib qolmaydi deyapti, foydasini sezyapmiz-da, keyin ikkinchisini buyurtma qilyapmiz. 3 oyligini birdan olganmiz. Endi hozir 2-oylik tugay deb qoldi, endi 3-oylik tikamiz. Birinchi o'zgarishi oldin holsizlikda juda, masalan, tashqariga chiqsa ham charchab qolib, masalan, bir mehmon kelsa hangama qilib kasal ko'rgan kelgan odamlarga ham charchab qolaydi. Endi hozir masalan kecha to'y bo'ldi, kuni men ham to'yda yurdi, bildirgan yo'q. O'tgan kuni nevarasiga qaradi, kuni men ham qarab o'tirdi, charchadim demadi. Laboratoriyaga borganda analiz javob chiqquncha kashalib turdi. O'zgarish bo'ldimikan, bo'lmadimikan? Endi analiz bizlarda bir kunda chiqarib bermaydi, bir haftada chiqaradi. Har kuni so'raydi. Xo'jayin, analiz olib keldingizmi? Analizim qanday ekan? Foydasi nihoyatda kattaligini tavsiya qildim. Hech qanday odamga salbiy, yomon tomonlama anosi yo'q ekan, masalan, senga ziyon qilmaygan. Hech qanday undan qo'rqish yo'q ekan. Tabiiy 100%. Masalan, o'sha doktor bergan dorimani ham qo'shimcha parallel ravishda ichaver. Ha, endi undan oldim, bitta boshqadan oldim. O'zi bildim, foydasi yo'q ekan. Ko'ra vaqt o'tkazib qo'ydim. Endi vaqt o'tkazmay o'sha narsani ishonch bilan olish kerak ekanda. Masalan, har kim har xil tavsiya qiladi. Birov yo'q, u tabiiy dorilar foydasi yo'q. Endi shunaqa tabiiy dorilar deb ishlab chiqayotgan kompaniya ko'payib ketdi-ku. Aldanyapti odamlar, masalan, 1 oy, 2 oy vaqt o'tkazib qo'yapti o'shalar dorisini ichib. Lekin Gepamerdagi hech qanday uni anosi yo'q ekanda. Yomon tomoni sezmadim. Aytgancha hozir badanga toshgan qizil toshmalar ham yo'qola boshlagan.
Onaxonni ko'p ham urintirgimiz kelmadi. Gapga solmadik uzoq. Ammo yotoq holatidagi bemorning o'rnidan turgani, xotirasini yo'qotgan insonning hayotga qaytgani, nabiralari bilan vaqt o'tkaza boshlagani, muhimi yaqinlarning duogo'yi bo'lib turgani asl baxt. Endi Malikaxon ayaga bemor so'zini qo'llash biroz noo'rin nazarimizda. Oyoqqa turibsiz mana. O'yizdan xursandmisiz natijalaringizdan? Xudoga shukur. Haytar berdi Xudoyim taolo. Tayinlanmagan o'lim bor. Endi uni g'amini qilmang, siz o'ylang. O'zbekning onasi shu ekanda endi, bolam chaqam deb o'tib ketarkanda. Lekin mana xo'jayingiz yoningizda qattiq harakat qildilar-a siz uchun. Ha, qattiq harakat qildi. Shu bolasi bu uyalib yurmoqchi ishini qilib ket. Ha, sog' omon tursanglar bo'laveradi hammasi. Bugun onaxon oilasi davrasida sog'lom hayotga bosqichma-bosqich qaytayapti. Ilgari faqat yotardi. Hozir esa ko'rganingizdek, to'y maraka marosimlarda xushchaqchaq kayfiyatda nevaralari bilan birga vaqt o'tkazyapti, dedi ularning turmush o'rtog'i. Agar sizni ham jigar sirrozi bilan bog'liq xastaliklar qiynayotgan bo'lsa, Gepomer mahsulotiga vaqt o'tkazmasdan murojaat qiling. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va vaziyatingizni yaxshi tomonga tezroq o'zgartiring. Qadamni tezroq tashlang.